Assalomu alaykum aziz obunachilar. 17-kassa Главный priz $70,000 Andijon Botaqaraga chiqdi. Mana olib ketyapmiz. Hammalarga shunday kunlar nasib qilsin. Hammalar bilan shunday xursandchilik kunlarda xonadonlarga borib topshirish nasib qilsin. Hammalarga omad, akalar, opalar. Mana aziz obunachilar, 17-kassa Главный priz $70,000 Andijon Orol qishlog'iga olib keldik. Oldin ham $10,000 yutgandi. Qaysi turda edi aka? 11-turda $10,000 yutgandi. Mana 17-kassada $70,000 xonadoniga olib kelib topshiryapmiz. Hammalarga shunday xursandchilik kunlar nasib qilsin. Mana aziz obunachilar, tabriklaymiz. Mana ona, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah. Alloh o'zingga beadab, behisob shunday tinch jannat makon o'lkalarda yashayapmiz. Alhamdulillah, Allohga shukr. Prezidentlarimiz ham hammasi Allohim sog' bo'lsin. El yurtimiz hamisha mana shunaqa tinchlik, omonlik zamonlar bo'lsin. Parvardigorim Allohim Allohim beribdi. Alhamdulillah, berganlari Allohim chin bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Dilshod bergan o'ziga nasib qilsin. Shu o'yinlarda o'ynagan o'g'illarimizni Alloh umrlari uzun bo'lsin, omadini bersin. Hammani hojatlarini chiqarsin. Olib kelgan o'g'illarim ham tan joni sog' bo'lsin. Yo'llari bexatar, beshikast o'ynab, kulib, ulug' yoshlarga kirib, bolalarning orzu havasini ko'rsin. Hamma o'ynasin, hammani oilasida shunaqa xursandchilik to'ylar bo'larsin. Rahmat sizlarga. Alloh aytgansiz. Rahmat sizlarga. Tizimsiz xola, sog'ligingiz yaxshimi? Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Ana tizimsiz, sog'ligingiz yaxshi. Sizga assalomu alaykum. Tizimsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Turib turing mana shu yerda. Baribir akam telefon qilgandir ash kuni. Telefon qildimi, nima dedi? Hammamizga qiziqda baribir, to'g'rimi? Nima dedi? Endi boraman ona dedi. Dedi, ha. Suyundik, yig'ladik, xursand bo'ldik. Alloh razı olsun. Doim duo qilib yuboring. Sizlarni umralarga olib boraman. Nima niyatinglar bo'lsa, davomda sizlarga ham bo'lsin. Rahmat. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Umralarga borib duolar qilasiz. Birga borasiz, xudo xohlasa. Sizlarga ham duo qilamiz. Xudo xohlasa. Yaptı Xudo xohlasa yanvarga 5-yanvarga biletlari tayyor. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa, ha. Alloh razı olsun. Siz kim bo'lasiz? Salom. Men akasi bo'laman. Akasi. Akasi men bo'laman. Bari telefon qilgandir. Yana yutib oldim deb. Ha. Ko'chada eshitdim. Ha. Darrov telefonni olib, "Rostmi, yolg'onmi ko'chada gap keshamayapman" deb o'zidan eshitib, rost yuyindim. Salomat bo'ling. Doim Alloh o'ziga nasib turavering. qilsin. Xursandchiliklari bardavom bo'lsin. Yomon ko'z, yomon nazarlardan Alloh o'zi saqlasin. Aytganingiz kelsin. Mashalar ko'karib o'ssa, ne bo'lsa. Aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelingchi endi o'z suhbatingizni olaychi. Assalomu alaykum. Hammaga qiziq. Bu yer qayer? Qaysi maktabda o'qigansiz? Bitta tanishtiringchi o'zingizni. Bu yer Andijon tumani Orol qishlog'i 31-maktabda o'qiganmiz shu mana yonimizda. Shu yerda Obunachilarga hamma o'ynasin, sabr qilsin, niyat qilsin, Xudo xolasa hamma yutadi. Eng muhimi ishonarli o'yin. Endi bu 2 yildan beri ishonib o'ynayapmiz. Niyatim hamma chiqsinda suyunsin, ilohim hammani xonadoniga xursandchilik bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat, ming martadan rahmat. Abdurasul akamizga ham tan joni sog' bo'lsin, ilohim bardavom bo'lsin.
musofirda hech kim qolmasa hamma yutib kelib mana shu yerda xursand bo'lib boy bo'lib yuraversin. Aytganingiz kelsin. Ne omadingiz bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keling endi birma-bir baribir suhbatingizni olaman. Assalomu alaykum opa, tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Nima dedi? Shukr. Yana birinchisida, ikkinchisida. Yo, aytdi. Ha. Telefon qilib, kechqurun telefon qilgan ekan, men ko'tarmabman. Kech o'tib ketgan ekan, ertalab telefon qilavdi. Kechqurun qilsam ko'tarmading, xursandchiligim bor edi, dedi. Yana desam, ha dedi. Endi undan ham yaxshi bor dedi. Bo'pti, rahmat, eshitaman desam, mana shunaqa patmaxon men 70 ming yutib oldim dedi. Yo, ishlamayman deyman, xolos to'xtab turing, o'zimga kelib olay dedim. O'zingni bos dedi. Ashuna qilib, yo, Xudoga shukr, ishandik. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham, aka. Bundan ham ziyodasi bilan sizlarga ham, bizga ham hammaga bersin ilohim. Topganimiz faqat yaxshilikka nasib qilsin ilohim. Tanjoringiz sog' bo'lsin uka. Hammani xonadoniga xursandchilik ulashib yuravering ilohim. O'yingiz doim bardavom bo'lsin. Tanjoringiz sog' bo'lsin ilohim. Yana ko'rishaveraylik. Voy Xudo xolasa. Yana ko'rishaveraylik. Voy Xudo xolasa, endi yana safar 100 mingini olib kelganingizda bundan ham endi bizga meniki bormi? Bizniki hamma. Keling. Assalomu alaykum. Kim bo'lasiz siz? Men Mashukam opasi bo'laman. Bag'risanchilikni bilib Albatta, olganda. meni singlim telefon qildi birinchi. Opa dedi, yurgan bo'lsangiz o'tiring dedi. O'tirgan bo'lsangiz devorga suyanib turing dedi. Rosa ham zo'r yangi. Voy, menga ham taalluqli yeri bormi dedi. Desam, albatta hammamizga taalluqli dedi. Shunaqa akam yana 70 ming yutib olib, voy qo'ysang desam, yo yutib oldi desa, voy Allohga shukr, ukam shunaqa chiroyli kunlari ham bor ekan. Rosa ham nima g'am tashvishlarni ko'p tortdi ukam. Ayoli ko'p og'ridi. Nihoyatda sabr bilan mashgullarga yetdi. Allohim barakotli bo'lsin. Sizlarni ham tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Hammani mana shunaqa sabr qilganiga shunaqa Xudoim chiroyli mukofotlar bilan, ajrlar bilan silasin. Ishlaringlar ilgari bo'lsin, ilohi ilomonda. Mana shunaqa hammaga chiroyli, mana shunaqa quvonchlar ilashib yuringlar, ilohi ilomon. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Hamma ota-onalaringizga ham ming rahmat. Bor bo'lsa ming rahmat, ilohi ilomonda. Tanjoni sog' bo'lsin. Rahmat uka. Sog' bo'linglar, nihoyatda ko'p xursand qildingiz. Allohga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim qani? Chiqmaysizlar. Kelinglar bir suhbatinglarga. Kelingda endi gaplashamiz-da. $100 beraman, keling. Mana aziz obunachilar, 17-kassa Glavniy priz $70 ming o'z xonadoniga olib kelib berdik. Sizlarni ham shunday xursandchilik kunlarda birga topshirish nasib qilsin. Hammalarga omad, aka-uka jamoasi sizlar bilan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana hammalar bilan ko'rishish nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Ben telefon qilgandi. Endi ketyapman dedi. Telefon qilib, oshnaga ketyapman dedi, omadingni bersin dedi. Iloh nima niyat qilsa niyatingga yetgin deb duo qilib ashada. Omadingni yana ko'proq beraversin dedi. Yo'qdagi omadlaringni ham bersin dedi. O'g'illarni uylar to'ylar qilsa, to'ylarda xizmat qilamiz. Alloh razı olsun. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Albatta. Endi chicha kamaytirmasak bo'lmaydi baribir buni. Ishlatinglar, doim sog' bo'linglar. Yana ko'rishamiz, Xudo xolasa. Orzularini erishganini siz bir ko'ring. Ko'zlarida quvonch chibib turar, yuzlaridan nurlar yonib turar. Aka uka, siz bilan birga o'yingizni quvonchi biz bilan birga. Aka uka, siz bilan birga doimo quvonchlar bizlar sizga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilari, musofirdan kuzatayotgan aka-ukalar va opa-singillar. Aziz do'stlar, sizlar bilan men Abdurasul, aka-uka rozirish kanalining admini bo'laman.
Bilasizlar akalar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va 5000 ga yaqin avtomobillar va juda ko'p pul sovg'alarni o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka opa singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti, afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapsizlar. Shuning uchun akalar iltimos qilardim, aynan shu ko'rib turgan kanallarga podpisatsiya knopkasini bosib obuna bo'linglar va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar va hoziroq kommentariya degan joyiga tushsanglar, biz Telegram kanalimizni silkasini qoldirganmiz. Original Telegram kanal silkasi kommentariyada akalar. Har bitta qo'yilayotgan videolarni kommentariyasiga tushsanglar, Telegram kanal doim turadi akalar. Birinchi kommentariya. Shuni ko'k silkani ustiga bosasiz va bizni Telegram kanalimizga o'tasiz. Telegram kanalda o'yinlarga start beriladi akalar. Nima sovg'alar qo'yilgan, bilet bahosi nechi pul va qachon final bo'lib o'tadi. Hamma ma'lumotlar Telegram kanalda bo'ladi. Bu akalar faqatgina kanal, bunda obuna bo'lasiz va kuzatib borasiz. Bu akalar sizlar bundan SMS yoza olmaysizlar. O'sha yerda qaysi nomerga pul tashlash kerak va bilet nechi pul, hamma ma'lumotlar Telegramda bo'ladi. Biz har doim Moskva vaqti bilan soat ertalabki 10 da start beramiz va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da uje yakun yasaymiz. Kartalar bekitiladi. Bizda har doim bitta karta ochiq turmaydi. Shuning uchun doim yodingizda bo'lsin. Ertalab 10 da start beriladi va kechki payt uzog'i bilan soat 3 da stop deyiladi akalar. Va biletlarimiz tugaydi bilasizlar. Undan keyin bilet olish imkoniyati yo'q. Biz o'yinda O'zbekistonga ham umuman bilet sotilmaydi. Iltimos, shu narsalarga diqqatli bo'linglar va hoziroq Telegramga kommentariyaga o'tib, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar akalar.